Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugun Yangiyer shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limi tomonidan rahbar va xalq muloqoti mavzusida brifing olib boramiz. Joriy yilda Yangiyer shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limi tomonidan fuqarolar bilan sayyor qabullar o'tkazilishi tashkil etish maqsadida Yangiyer shahar xalq qabulxonasi bilan kelishilgan holatda reja grafik ishlab chiqilgan. Ushbu reja grafikka asosan joriy yilning har oyida Yangiyer shahrining har bir mahallasida bo'lim rahbari tomonidan sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Xususan tasdiqlangan reja grafikka asosan hisobot yilining o'tgan davr mobaynida shaharning Navro'zobod, Yuksalish, Shukrona, Shodiyona, Zahiriddin Muhammad Bobur hamda Davlatobod mahallalarida jami 6 ta sayyor qabullar o'tkazildi. O'tkazilgan qabullar mobaynida fuqarolardan ishga joylashtirish, tadbirkorlikni amalga oshirish uchun imtiyozli kredit olishdi. Keyingisi kasb hunarga o'qitish uchun voucherlar, ishsizlik nafaqasi tayinlash va boshqa yo'nalishlarda 30 dan ortiq murojaatlar qabul qilindi. Ularning murojaatlarini vakolat doirasida o'rganib chiqilib, ishga joylashtirish, kasb hunarga o'qitish, shuningdek kreditlar, imtiyozli kreditlar olish, ishsizlik nafaqalari bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bo'lim vakolatiga kirmaydigan murojaatlar tegishliligi bo'yicha vakolatli idoralarga yuborildi. Yil yakuniga qadar reja grafikka asosan sayyor qabullar o'z vaqtida belgilangan joyda olib borilishi, fuqarolarning murojaatlarini ijrosi to'laqonli ta'minlanishi kafolatlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.